Videoga olaman, qarshilik qilmaysizlar endi. Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga. Yo'qmi? Uyga O'zbekistonga, Sankt-Peterburgdan. Assalomu alaykum. Charchamaysiz? Salomatsizlar. Qayerdan? Xorazm. Hammangiz Xorazmdanmi? Siz qayerdan? Andijondan. Andijon qayerdan? Vodiyda, O'zbekistonda. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidan. İsmim Javlon. İsmingiz nima aka? Umidjon. Umidjon aka, ismim Javlon Mekstikchi. Bugun bo'ldi chiqqanlar. Bugun 15-kun. Ha, yo'l emas. İsmingiz nima aka? Ha? İsmingiz? Ilhom bor. İlhom aka. Nariman aka. Nariman aka. Assalomu alaykum. Salomingiz yaxshimi? Qayerdan kelyapti? Peterdan aka. Peterdan O'zbekistonga ketyapti. O'zbekiston. Nima kamchiligingiz bor? Kamchilik yo'q, hammasi zo'r, prosta vaqtimiz kirib chiqib ketishim kerak edi. Bugun hozir chiqib ketaman endi, xudo xolasa. Bayrog'ini ko'rib, to'xtatdi. Ha, bo'ldi. Rahmat aka. Kamchiligingiz bo'lsa aytamiz. Yo'q, so'raganlaringiz o'zi cho'tki hammasi. Rahmat, charchamaysiz aka. Allohga omonat sizlar. Yaxshi yerda ko'rishaylik. Mayli. Charchamaysiz aka. Xo'p, charchamaysiz. Bo'ldi. Xorazmga, Andijonga deb qo'ying-da. Bo'ldi. Charchamaysiz. Aziz obunachilar, mana qilamiz keldi. M7 yo'nalish bo'yicha chekkaga to'xtadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Salomsiz. O'zingiz qayerdansiz aka? Andijondan qaydansiz? Sirdaryo viloyati Sardoba tumani aka. İsmingiz? Nozimjon. Nozim aka, Javlonbek ismi aka. Sizchi aka? Ismim G'aybulla. G'aybulla aka, Javlonbek ismi aka. Siz ham Andijondan? Yo'q, Qashqadaryo. Qashqadaryodan qayerdansiz? Mashallah. Bu Velik aka. Bu O'zbekiston bayrog'i bilan qilgan chekka to'xtab hozir narsalarim bor, shu yeb olib turgan yo'l yurishim kerak. O'zbekistonga aka Velikdan. Ha, Rossiyaga ketyapsiz O'zbekistonga. Ha, Peterdan aka, bugun 15-kun o'sha. Молодец. Hozirni ko'rib qoldim, ketsam O'zbekiston bayrog'i dedim. Qay ketyapsiz endi? Sviterimni kiyib oldim, hozir terlovdim sovuqqa. O'qimasini men aytib bir chekaroqda bir pishonkalarım bor, shularni yeb olib segaman. Yo'l davom etaman dedim. Peterdan 15 kun bo'lib chiqamizga. Ha, Kurskka o'rtada dam oldim. Keyin Moskvada 2 kun salom ishlam qoldim. Kremlda video olib chiqib ketdim-da. Instagram bormi axir aka? Instagramda bor. Ha, podpiska bosib qo'ying aka. Instagram. Gap yo'q. Aziz obunachilar, akalar bir duo qilib qo'yasizlar. Men shu yerdan qaytib shu katta tezlikda kelib обязательно nima qilaylik degan. Nexia lekin gap yo'q, aka lekin shu yerda ham jeb mashinasi. Gap yo'q. Alloh ta'ala. O'zbekistonning bayrog'i bor. Mana aka. Nima gapiring? Mana nasib Xudo xolasa ketyapmiz, mana zimniyamiz ketyapti, mana peshkom mana. Velosipedda nasib qilsa, Xudo xolasa yo'li bexatar bo'lsin, nasib qilsa, sog' salomat bola chaqasi baxtli bo'lsin. Inshaalloh bola chaqani ko'zimni ko'rib nasib qilsa. Yetibanglar sog' salomat bo'lsin. Ha, shunday. Qachon gapiring? Rasmga tushirganman, rasmga. Mana nevaralarim sog' salomat O'zbekistonga yetdi. Gap yo'q. Okey. Yo'l aka videoni rasm olib. Qaranglar, pagoda. Azizlar, yana bir Allohning sinovi. Kichik bir mayli, mana balon shu yerga kelib teshildi, yo ko'z tegdimi? Nima bo'lsa ham ish qilib hozir almashtirishimiz kerak, xudo xolasa. Vaqt ancha kech bo'ldi уже. Ataga 9 kilometr qoldi-da, shu 9 kilometrni bosib o'tsam bo'ldi. Qani meni duogo'ylarim. Alhamdulillah, kechki salqinda zo'r ketayotgan. Shu bu yoqqa chekaladim, shu chekalagan joyimda bo'ldi, menimcha bir chekaladimda o'sha yerda nimadir kirgan bunga. Nijniy Novgorod ketib olsam, polni sel almashtiraman deb turdim, o'zi orqa pakrushkani. Mayli. Bu ham bir bu ishda ham bir hikmat bor.
Almashtirib tashlayman esa. Yaxshiyam zapas kamera bor bitta. Assalomu alaykum, xayrli kech azomingiz. Ishonmaysizlar, mana Surxondaryolik akalarimiz o'tki o'rmon, qo'y o'rmon orasida. Mashallah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'liklar zo'r. Rahmat. Qayerdansiz endi? Sirdaryo viloyati Sardoba tumani. Ha? Sardoba tumani, Sirdaryo viloyati Sardoba tumani. Nimaga? Qani? Aylanishmi? Peterdan chiqdim, bugun 15-kuni O'zbekistongacha Velikda. Velikda? Da, assalomu alaykum aka. Bosh bo'lsin. Ismingiz aka? Ismim Normurod. Normurod aka. Mana aka. Javlonbek ismim aka. Biz ketyapmiz. Olib ketay. Yo aka, mayli yo. Ha? Velikda Joyim aka. bor. Yo, rahmat aka. Joyim bor. Rahmat kattadan. Qiyinchilik yo'qmi? Yo'q, qiyinchilik yo'q aka, hammasi joyida aka. Xo'jalasa. Hay, ko'tarib turibdi. Ko'taruvchi buni. Azizlar, mana bu video aniq xudo xolasa bir 100 mingdan oshadi prosmotr. Xalqotdan sezyapman, xudo xolasa sizlar ko'maklaring bilan. Azizlar, mana qaranglar. Mashallah. Kechki salqin bilan mana qaranglar. Nima deyapti bu o'rmon? Ha, xo'p, mayli, mana qaranglar. Sizlar mana bitta aka baliq tutyapti. Shu yerda ham odam bor ekan, gap so'z yo'q. Mana tabiatni qaranglar. Bunga like, kommentariy bosmasan iloji yo'q. Mana qaranglar. Qanaqadir oldin temir ko'prik bo'lgan ekan. Mana bu yerda uy bor ekan. Bunaqa uyda kim yashashni xohlardi? Hamma tomon o'rmon. Mashallah, mana qarang. Mana quyosh botyapti. Yana biz toychoq. Azizlar, yoqqan bo'lsa yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Bu mehnat samarasi qolib ketmaydi, Alloh xolasa. Ishoninglar, odam ketgisi kelmaydi-da. Ketmasam bo'lmaydi. Uyda ota-ona bor. Aziz kuzatuvchilar, Javlonbek Olimovich Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatning 15-kuni azizlar, xuddi mana shu ko'rib turgan zapravkalaringizda o'z yakunini topadi azizlar. Bu zapravkaga yetib kelishni o'z bo'lmadi to'g'risi. Ikki tomon qo'y o'rmon, chiqgancha balon teshildi u yo'lda. Endi Allohning sinovi, har doim ham pretekst ravon bo'laversa ham bo'lmaydi yo'l. Alhamdulillah shuncha yerda atka siqmay kelyapti velek. Hammasi yaxshi. Sizlar sababli duo qilib turibsizlar, shuncha odam, shuncha xalq, yurtdoshlar, azizlar, nima demoqchiman, hammaga kattakon rahmat. Ertaga ertalab xudo xolasa xuddi mana shu yerdan hali so'raganim chunki zapravka qilyapti-da. Hozir yopiq turibdi, keyin kirib so'rab, shu yerga palatkani chekaga ham palatkani surib qilamiz. Xudo xolasa ertaga ertalab yana yo'l yurishni davom etamiz. Nimaga zapravkaga deb o'ylashlaringiz mumkin aziz obunachilar, chunki eng yaqin zapravka hozir bu zapravkadan keyin bir 70 kilometrdan keyinmi? Ha, 50-70 dan keyin uylar bor. Uylarda misol uchun qaradim, kartada gasinsa yo'q ekan. O'shaning uchun bugun hozir Rossiyada уже 8 ta ham 10 bo'ldi. Xuddi mana shu yerga joylashib, xudo xolasa ertalab yana yo'l davom etamiz. Ateshkaga gap yo'q azizlar, ishoninglar. Mana like-da bosayotgan qo'llaringiz faqat jaraq-jaraq daromad sanasin deydi-ku. Xudo xolasa birgalikda uddalaymiz. Hammaga kattakon rahmat. Nomer 1 bo'lish oson emas ekan, to'g'risi. Men shu Peterdan shu O'zbekistongacha Velikdasi bitta bironta mashinaga yo boshqa narsaga o'tirganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Mana qo'llarim basov yotibdi, Velik sozlar. O'sha yerga yetib kelish o'z bo'lmadi. Ayrim odamlar telefon qilib Qozoqqa yetib qoldingmi, Samaraga yetib qoldingmi? Men mashinada ketmayapman, men Velikda yuryapman, mashinada o'tirmasam. Azizlar.
Hammaga kattakon rahmat azizlar. Yaxshi dam olinglar, xayrli tun. Ertalab sog' omon ko'rishguncha hammaga